Puli yengil sigir qidirganlar akalar, tayyor tuqqan. Birinchi qoringa 2 kurak. Dehqondan olaman deganlarni videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Zo'r video bo'ldi, xudo xolasa puli yengil sigir qidirgan hoji akalarimizga tushadi mana. Bolasi xunojin, hozir bolasini ko'rsatamiz. Mana bolasi, hurmatli tomoshabinlar, ona bola. Xudo xolasa olgan odam yutadigan joyda mana. Yeb ichishlari yaxshi ekan, kafolatini beradi. Ko'ringlar, kimga manzil kelsa savdolashib olinglar akalar. Mana yeb ichishlari. Maşallah. Assalomu alaykum hurmatli YouTube chorva ishqibozlari, kanalimiz obunachilari. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Cho'mbog'ish Qo'ng'irot mahallasi dehqon xonadonidan sizlarga bir bosh ishonchli ona bola sigir bor. Mana sigirni ko'rsatib, ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Sigir juda ham ro'zg'orga tushadi, yuvoshgina sigir ekan. Bitta xo'jalikka sigir qilib olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Bugungi sanamiz 23-may haftaning shanba kuni 2026. Xo'p, endi to'liq ma'lumotni Zoir akamdan olishga harakat qilamiz. Zoir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Chorvaga baraka aka. Yaxshi, o'zingizga baraka. Birinchi qoringa tuqqan bola xunojin. Erkak kishiga sen indamaydi mana. Yuvoshmi? Yuvosh mana. Indamaydi. Erkak kishi ham nima qilaveradi mana. Bemalol sog' bo'lsa bo'ladi. Birinchi tug'ish mana, bemalol sog' bo'lsa bo'laveradi mana. Bolasi necha kunlik bo'ldi? Bolasi 5 kunlik bo'ldi. 5 kunlik. Bolasi xunojincha. Endi hozir og'iz ustida bu. Ha, 5 kunlik bo'ldi. Hali soqqanimiz yo'q. Yuvoshligi yaxshi ekan mana bolasi. Emib turibdi mana. Bolasi shvetschalardan bo'libdi-da. Bitta yuvosh, yaxshi bolasi ham. Bola xunojincha. Shu onasini kuragi bormi? Endi ikkinchi kurak chiqaradi mana. Endi tashyapti. 2 kurak-da. Bu mol qiynamay qo'yamiz. Tashyapti nima kishini. Yeb ichish sog'ligi yaxshimi? Yeb ichish yaxshi. Kafolatlari beriladi. Kafolatlar beriladi. Bo'yni balandligi necha kelib qoladi? Bu 20 plus minus. Endi katta kichik ko'rinib qolishi mumkin. Odamlar hali mo'ljal qilib olish uchun. 20 plus minus. Hurmatli tomoshabinlar, mo'ljal qilib olishlaring uchun bo'yni balandligini aytib qo'yapmiz. 120 plus minus. Orqasi 125 ga ham kelib qolsa kerak. Xo'p, endi buni sutini sog'ib ko'rganlaring yo'q hali. Yo'q. Lekin o'sha bitta xo'jalikka mana Juda yuvoshgina mana ko'radigan sut keladi. Molda tani toza, to'ni toza, chiroyli mol ekan. Endi olib kimdir tarbiya, masalan, dehqonlar xo'jalikka sigir qilib olaman degan hoji akalarimiz bo'lsa, mana yaxshi tanlovchilarga ko'rasizlar. Tortib yuboringchi molni. Hadi, yurmoqchi. Mashalloh. Zo'r. Bolasi ham endi yoshda hali orqasida yugurib yurishni ham bilmayapti. Mana. Bolasi ichib ketdi desa, zo'ra bolasi. Vo mana dingillab o'ynab turibdi mana. Vo, zo'r. Yana bir hafta 10 kunda ushlatmaydigan bo'lib ketadi. Onasini ham oyoq qo'li chaqqon. Yaxshi. Aka, nima deb beramiz endi buni narxini? Narxini 32 million deyapmiz. 32 kam bor. Kam bor, deb yo'l beramiz. Qancha kami? Kamini kelardik, ustida ko'rib sodalashib olaveradi. Ko'pmi kami? Ha, bor, kamini qilib beramiz. Siylab qo'ymaymizmi? Ha, Siylab qo'ymaymizmi ozgina? siylaymiz ozgina. Qancha siylaymiz? Siylaymiz, kelaverish ustida kelsa ko'rib olamiz. Hozir videoda ham siylab qo'ymaysizmi? Bolasiga qilqinyapti. Ha? Mashina kelib qoldi, mashinani o'tkazdirib yuboraylik. Nima qilasiz? Siylab qo'yasizmi? Siylab qo'yamiz, ustida kelib ko'rsin, ma'qul kelganida savdo qilib olaveradi. Mana mol. Xudo xolasa kelgan odam baraka topadi. Baraka topadi, olgan odam. Aka, olgan maza qilsin, bir 500 siylab qo'yingchi bo'lmasa. Siylaymiz. Qancha 31,5 deb qo'yaylik. 31,5. Kami bor, ha? Kami bor. Ya'ni akamizlar dehqon, uyida olib munojilligidan olib boqqan moli mana. Oh, mashallah. Mana bolasi. Sakrab o'ynab turibdi. 5 kunda mana o'ynab kulib yugurib mana, mashallah. Akalar, kelinglar, ko'ringlar, kimga manzur kelsa, telefon raqami ekranda, aloqaga chiqib savdo qilib olaverasizlar. Xudo xolasa olgan odam baraka topadigan xonasi keldi mana. Bitta qochma xunojinda pulida tayyor gap yo'q. Qochma xunojinda puliga tayyor yonida bolali sigir mana. Mashallah mana. Oyoq qo'li chaqqon mana. Akalar bormidi mana? Xunojinda puliga ona bola olaman deganlarga tavsiya qilib qolamiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Cho'mbog'ish Qo'ng'irot mahallasida
dehqon xonadonida. Kelaverasizlar, kimga manzur kelsa savdo qilib olaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Maşallah.